Ray-Ban metodikasini birinchi pokoleniyasi bilan ikkinchi pokoleniyasini farqi nimada? Kelinglar bugun sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Hozirroq videoga like bosib qo'yib, videoni ortiq ko'rib tursangiz, batafsil ma'lumotga ega bo'lib olasiz. Siz bitta qaraganingizda birinchi pokoleniyasi bilan ikkinchi pokoleniyasi farqiga bormaysiz, chunki buni ko'rinishlari hammasi bir xil bo'ladi. Modellarigacha bir xil, faqatgina siz ajrata oladigan joyingiz bularning funksiyasida bo'ladi. Misol uchun birinchi pokoleniyani zaryadkalari 32 soatgacha yetadi. Kamera kачестволari 12 megapiksel HD formatda 2K bo'ladi. Siz ikkinchi pokoleniyani xarid qiladigan bo'lsangiz, ikkinchi pokoleniyani zaryadkalari 8 soatgacha, 48 soatgacha kelsa yetadi va kamera kачестволari 16 megapiksel 3K formatda yozadi. Full HD formatda 60 fps ham yozishi mumkin. Bu telefoningizning versiyasiga qarab tushmasligiga ham bog'liq. Video yozish vaqtlari hammasida 3 minut bo'ladi. Birinchi pokoleniyada ham, ikkinchi pokoleniyada ham. Lekin sizning telefoningizning versiyasi ko'tarilsa, ikkinchi pokoleniyada 5 minutgacha videoni ochishi ham mumkin bo'ladi. Kачестволарni ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi qo'ygan videomizda birinchi pokoleniyada olingan bo'ladi. Kech payt videosi ozgina g'ira-shira bo'ladi. Endi ikkinchi pokoleniyada olingan videoni qo'yamiz. Buni ko'rsanglar, mana kech payt ham tinni olib beradi. Bu degani ikkinchi pokoleniyada kech payt video olsangiz ham, chiroqlarning yonida video olsangiz ham g'ira-shira bo'lib ketmaydi. Bir tekis tiniq olib beradi. Agar sizlar shunaqa Ray-Ban metodikalarni ishonchli joylardan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, hozirroq ushbu nomerlarga telefon qiling. O'zimiz Toshkent bo'ylab yetkazib beramiz. Taqib ko'rib, tanlab, ishlatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Butun O'zbekiston bo'ylab ham dastavkamizda mutlaqo bepul, bemalol shu nomerlarga telefon qilib, ichki zakaz berishingiz mumkin.